barchaga Take Profit. Bugun 12 mart soat 16:01 HUSDda nima qilishimiz mumkin? Keshangi ideyamiz bo'yicha bozorimiz biz xohlagan joyga chiqmadi. Uni minusli kun deb hisoblasak bo'ladi. Tak, bugungi kunda nima qilishimiz mumkin? Bugunda SPI yangiligi ham bor ekan, ko'rib turganimizdek, va bu 1,5 soatdan keyin chiqadi. Umid qilaman hamma bu narsaga ulgura oladi. Tak. Ko'rib chiqadigan bo'lsak, nima qilishimiz mumkin? Nima biz uchun optimal bo'ladi? Men uzoq muddat o'ylab turib analiz qildim va juma kuni kechqurungacha men o'zimga bitta zona topdim. Endi bu primerni o'xshashi 20-30%, lekin o'xshash ehtimoliga ega. Tak, birinchi navbatda bizda bu holat 87 ga tushishi noma'lumroq. Tak, buni boshqatdan qilamiz. Tak, 2905 so'ng sal pastroq konsolidatsiya, pastga tushish, 20-30 pips откат. Keyingi nuqta tak, bizda bu degani bizda tak necha kun bor? Chorshanba, payshanba, juma bo'ladigan bo'lsa, juma kuni Moskva. Juma kuni oxirigacha bizda 60 li zonaga chiqishi kerak ekan. Bu bizda ideya o'ylashim bo'yicha 30% ga teng. Ko'rasizlar, juda ham ajoyib. Bu yerda 30% ga teng o'xshash ehtimoli. Shu bilan ko'rishimiz kerak, deya o'xshashlik foizi 30% ga teng. Tak, bugun CPI da nima qilishimiz mumkin? Katta ehtimol bilan CPI da bu analizni screenshot qilib qo'yamiz. Tak, bu ideya ketdi. Mana surib qo'yamiz. Ideya number 2. Ideya number 2. Bizgacha stop oldik. Kichkina miqdorda. Tak, CPI dachi bozor mana shu zonagacha tushish kerak bo'ladi. CPI vaqti. CPI tushish zonasi. Bizda CPI tushish zonasi mana shu nuqtani tashkil etmoqda. Tak, bu yerga metkani qo'yib qo'yamiz, narx metkasini. Mana shu zonaga. Tak, 2009 bu zona emas, 64 degani emas bu. Prosta men bu zonani sizlarga metkasini qo'yib beryapman. Tak, mana shu zonalar 2900. So'ng bu zonaga bitta tushib, sekin-sekinlik bilan atkat qilib, kun yopilishida bizda nechida yopilishi mumkin? Tak, bu CPI. Tak, bizda bu ikkinchi holat bo'ldi. Tak, bizda bu birinchi ssenariy, ikkinchi ssenariy va uchinchi ssenariy D1 bo'ladi, xudo xolasa. Tak. Kun bu yoqda ochilgan bo'lsa, bizda anaqaroq bo'lib yopilib, bizda D1 shamchi tak 2900 gacha bitta tushib, tak tepada dumcha anaqaroq bo'lishi mumkin. Buni win rate xuddi bunga o'xshab ketadi. Bu juma kungacha. Tak, deadline bunga 12 bo'lsa, 13, 14, 15, 15-martgacha. Tak, shunaqa holat. Bizda bu ikkinchi ideyaga tegishli. Men bu yozuvlar. Tak, buni kichkinaroq yozib qo'yamiz. Bu bunga tegishli. Bunda CPI gacha bu yoqgacha tushib, keyin CPI da buy bo'lishi. Ajoyib. Bo'lmasa bizda shunaqa ideyalar, hurmatli do'stlar, yana kanalda xudo xolasa vaziyatga qarab live qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasa sizlar bilan Focused Bayazizov bo'ldi. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha.